Bu joyi lokatsiyasi eng topoviy lokatsiyalardan biri desam sizlarga ishonasizlarmi akalar? Bektemir tumani Bektemir hokimiyati orqasi 8,5 sotixlik xonadonimiz plus 3 sotix zahvati bilan birga umumiy 7 ta xonadan iborat hamma qulayliklari bor. Orientirimiz elektroshit, kabel zavod. 289-maktabi yonginasida. Atrofida maktab, bog'cha, magazin, masjid, nima desanglar 200-300 metr masofada joylashgan bo'ladi. Uylarimizning fasadlarini qaranglar, akalar, juda ham ideal variantda qilib qo'yilgan. Endi sizlarga asosiy binoyimizdan birma-bir tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yoqqa kirib kelamiz, hovlimizni ko'rib o'tishinglar mumkin, akalar. 2 ta, 3 ta, 4 tagacha oila bemalol yashasa bo'ladi. Bemalol kelib qaytadan remont qilsanglar ham bo'ladi. 2-3 yil yashab turadigan men degan akalarga bu video juda ham maxsus bo'ladi. Kelamiz akalar, detskiy spalnimizni o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Hamma shart sharoitlari qilib qo'yilgan. Bemalol bolalaringizlar yashash uchun juda ham zo'r variantda qilib qo'yilgan. Endi sizlarga keyingi xonasini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, zalimizni o'zingizlar ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Zalimizning o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Havo aylanish uchun juda ham ideal variantda. Remontlari o'rtancha variantda kelib yashasanglar bo'ladi. Keyingi xonasi взрослый spalnimiz. Взрослый spalnimizni ko'chaga qaragan oynalari bor. Har bitta xonadonimizni o'ylab ko'chaga qaragan oynalarni qilib qo'yishgan. Akalar, endi sizlarga oshxonamizni bitta ko'rsatib o'taman. O'zini o'tiradigan joylari bilan birga qilib qo'yilgan. Hamma shart sharoitlari bor. Gaz, suv, svetdan umuman muammosiz. Shu xonadonni kimga yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, akalar. Bitta detskiy spalnimizni, sanuzellarimizni razdelni qilib qo'yganimizga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar, akalar. Juda ham yaxshi variantda. Kelib 2-3 yil bemalol yashab qaytadan rekonstruksiya qilsanglar juda ham ajoyib bo'ladi. Endi sizlarga keyingi xonalarni ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, akalar, bu yog'imizni ham bitta hol variantda foydalansanglar juda ham zo'r bo'ladi. Uyimizda umumiy 2 ta holimiz bo'ladi. Shunda hamma shart sharoitlari bilan qilib qo'yilgan. Shu uyimizni $250 ming berib yuboramiz, akalar. Pastda egalari nomeri.